Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek men Xursandbek. Do'stlar, ko'pchilik tormoznoy silindri ketganda tormoznoy silindri o'zini almashtiradi. Bu sizlarga hozirgi momentda qimmatga tushadi. Лучше zo'r variant mana tormoznoy rem komplekt olasizlar mana shunaqa 350-400 rublga beradi. Mana tormoznoy silindr. Tormoznoy silindr nimaga rem komplekt almashtiramiz? Bu yerda jitkis bor menikida. 2010-yilgacha jitkis bo'ladi traktorlarda, tormoznoy jitkis olinadi. Ko'pchiligiga hozir 2010-yildan, 11-yildan balandlariga solinmaydi. Ularniki prямо gidravlический. Bizlarda jitkis solingan sababli rem komplekt ketsa, jitkisi prямо vakuumga o'tirib yuboradi. Shu sababli hozir rem komplekt almashtiraman va keyin sizlarga ko'rsataman. Rem komplekt almashtirish uchun bizlarga kerak bo'ladigan narsa mana shunaqa narsa. Mana bu nima deydi? Съемник deyilyapti, stopperni kolyasi. Bu narsa yechiladi. Hozir ko'rsataman sizlarga. 290 rubl turadi ekan. Mana bu stopper bor, tepasida stopper. Mana shu stopper yechish uchun mana shunaqa narsa kerak bo'ladi. И всё. Stopper yechasizlar, ichida rem komplekt bor. Hozir shuni yechib sizlarga ko'rsataman. Yordamchim keldi mana. Bu yoqqa kelay. Hey. Qanaqa? Tak, do'stlar, bittasini qo'ydik mana. Hozir buni ham tagidan bunday qo'yib qo'yamiz. Bittasi pastga qarab turishi kerak, bittasi tepaga qarab turishi kerak. Tak, mana shunday olinadi. Mana svobodni kirib chiqyapti. Bu hech qanday svobodni kirib chiqmasligi kerak. Уже rem komplekt ketgan bunda mana. Ko'rdingizmi, rezerlar ketgan. Hozir buni yangiga almashtiramiz mana. Hech qanday sloj joyi yo'q. Mana shu yerga bir sim bilan, mix bilan ochasizlar, и всё. Almashtirasizlar. Buni men polностью almashtirmayman, tegini qoldiraman. Ikkita rezinasini almashtiraman, qolgan yeri turaveradi. Ichkarisini qarash kerak. Ichkarisida zadir bormi yo'qmi mana shu ichida. Ichi chiroyli bo'lsa, ichi chiroyli bizgida, вообще konkretniy mana. İçida zadir bo'lmasligi kerak-da. Zadir bo'lmasa qo'yib yuborasizlar ekan. Tak. Shu yangisini advat qilamiz. Mana do'stlar, mana birinchisini qo'ydim. Ikkinchisini qo'yish uchun mana ochamiz. Udobno-da. Ko'pchiligida mana shunaqa rezba bo'lmaydi. Ehtiyot bo'lib. Ichida hech nima yo'q buni mana. Ochasizlar. Bunday qilasizlar-da. Bunday qilib turib qo'yasizlar keyin buni. Zo'r, udobniy narsa. Ko'pchiligida shu narsa yo'q-da hozir. Rezbasi. Do'stlar, boya olganlarimiz spokойно borib kelib turgandi. Buni spokойно borib kelmaydi bu. Ona ko'rdingizmi? Biz tugovata borib kelish kerak, tugovata. Tushundingizmi? U svobodni borib kelsa, уже ketganligi. Buni qo'l bilan tortib bo'lmaydi. Uni qo'l bilan tortib olsa bo'lardi. Значит, ishlayapti.